Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu güzel salamini yo'llash bilan birga Tarixga nazar programmamizning 26 sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli anglag'uvchilar, biz bugungi sonimizda Qaraqanlar davlatining yiqilishi, Qaraqanlarning idoriy tashkiloti, harbiy tashkilot, Qaraqanlar davrida Sharqiy va G'arbiy Turkistonning madaniyati, ilm va obodlik qatorliq mazmunlarni huzuringizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni, qimmatli taklif fikrlarni berishinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. Qaraqanlar davlatining yiqilishi. 2. Harun Bug'raxon hijriy 496, ya'ni milodiy 1103 yili olamdan o'tgan. Bundan keyingi voqealar haqida to'liq ma'lumotimiz yo'q. Lekin bu davlatning hijriy 530, ya'ni milodiy 1136 yilga qadar davom qilganligi haqida tarixiy rivoyatlar va arxeologik baholashlar bilan fikr birligiga kelganligi muqimlashdi. Hijriy 530 yili Qara Xitoy xoni Nosegor xon butun Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib, Qaraqanlar davlatini yiqitdi. Shuning bilan 280 yil davom qilgan Sharqiy va G'arbiy Turkiston yurtlarini ilm va madaniyatning eng yuksak martabasiga yetkazgan ulug' turk Qaraqanlari, ya'ni Qag'anlari davlati yiqildi. Ammo G'arbiy Turkistondagi G'arbiy Qaraqan davlati kuchsizligining har xil falokatlarini beshidan o'tkazib, hijriy 619, ya'ni milodiy 1222 yilgacha yashadi. Tavg'ash Qaraqan Qidirxon 495 yili vafot bo'lib, o'g'li Qilichxon taxtga chiqdi va Bug'raxon unvonini oldi. Bu zotning zamonasida, ya'ni hijriy 520 yili atrofida Seljuk sultoni Sanjar G'arbiy Turkistonga hujum qildi. Qilichxon bu urushda mag'lub bo'lib, Sanjarga bo'ysunishga majbur bo'ldi. Hijriy 531 yili Qara Xitoy Gurxoni Nosi G'arbiy Turkistonga hujum qilib, Qilich Bug'raxonni o'ziga tava qildi. Qilich Bug'raxon hijriy 558 yili vafot bo'lib, o'rniga o'g'li Jaloliddin Ali Qo'rg'on Qaraqon bo'ldi. Buningdan keyingi Qaraqanlar to'g'risida ma'lumotimiz yo'q. Lekin Qara Xitoylarning oxirgi davrda G'arbiy Turkistonning Qaraqoni Sultan Osman ekanligi bilinmoqda. Bu kishi hijriy 606 yillari Xorazm shohga tava bo'lib, hijriy 619 yili Muhammad Xorazm shoh qo'lida shahid bo'ldi. Shuning bilan G'arbiy Qaraqanligi tamoman yiqildi. Demak, G'arbiy Qaraqanligi hijriy 520 yildan boshlab dastlabda Sultan Sanjarga, undan keyin Qara Xitoy davlatiga va oxirida Xorazm shohga tava bo'lib, ichki mustaqilligini saqlab yashagan edi. Qaraqanlarning idoriy tashkiloti. Qaraqanlar davlatida qadimgi turk an'anasi saqlab qilingan bo'lib, davlatning beshidagi xonadonning eng cho'ngi bo'lgan zotga Qaraqan degan unvon beriladi. Qaraqanning qo'l ostidagi hukmdorlar umuman mundaq ikki darajaga bo'lingan edi. Birinchi daraja Ilixonlik darajasi edi. Ilixonlar davlat markazidan uzoqdagi mamlakatning cho'ng bir qismida Qaraqanning noibi, ya'ni o'rinbosari sifati bilan o'ziga tava bo'lgan mantiqa, ya'ni rayonda nihoyatda zo'r imtiyozga ega bo'lib, u joylarni nisbatan mustaqil bir suratda idora qiladi. Öz ismida pul chiqarish, chegirdosh bo'lgan yot davlatlar bilan urush yoki sulh qilish, u davlatlar bilan o'zaro elchi avatish qatorliq cho'ng ishlarda o'z oldiga to'liq huquqliq edi. Mana shu sababdan to'laroq islom tarixchilari Ilixonlarni mustaqil hukmdorlar deb gumon qilishgan. Ikkinchi daraja Qaraqan davlatiga tava bo'lib, ishki mustaqilligiga, ya'ni muxtariyatga ega yerlik xon va baglik darajasi edi. Qaraqanlik bularning ishki istiqloliga hurmat qiladi. Bular o'z tavalari ichida din, urf-odat va o'zlariga xos idoriy shakllarda erkin edi.
xon, bək və başqa yerlik mənsəb avlodlariga miras qiladi. Qaraxonlar dövləti bundaq ishlarga aralashmaydi. Bulardan muhimlari qo'ju, beshbaliq, emil, ya'ni cho'chak, 2 o'guz, ya'ni Altay, Qumul, Barıköl və 3 il, ya'ni Harbiy Gansu. Bu joylar Uyg'ur Ediqut xonligining idorasida edi. Xotan Qilichxonning unvonliq bir yerlik xonning boshqarishida edi. Eli daryosining sharqidan boshlab Ertish daryosigacha so'zilgan Yetsu o'lkasi Qarluq xonining boshqarishida bo'lib, Qarluq xonining unvoni Yabg'u edi. Trim, ya'ni Tarim, ya'ni hozirgi Lopnur va Charchandagi Seriq Uyg'urlarni bir yerlik xon idora qiladi. Ko'kchi dengizi, ya'ni Balqash ko'lining shimolida yerlashgan Yag'ma, To'qsi va O'g'ra qabilalari birer xon yoki bagning boshqarishida edi. Bu xon va bagliklarning o'z oldiga pul chiqarish va yot ellar bilan munosabat bog'lash huquqi yo'qdi. Qaraxon yoki Ilixonlar tarafidan tayin qilingan askariy, ma'muriy, diniy va moliya mansabdorlarini qabul qilib, ularning ishiga yordamlashishga majbur bo'lib, bu ishlarda bevosita Qaraxonga yoki Ilixonga bog'liq edi. Maliya kirimlaridan belgilangan qismini markazga topshirish va ma'lum sonda askar berishi shart edi. G'arb Ilixonning idora shakli Qaraxonlikning boshqa joylaridagidan farqlanadi. Mavaraun nahridagi o'lkalar uzun zamondan tortib islom hukumatlarining qo'l ostida qolganlikdan ularda mustaqil xon va bek yo'qdi. Har qaysi joylar vali, hokim va boshqa ma'murlarni markazdan tayinlash usuli bilan boshqarilgan edi. Bu o'lkalar Qaraxonlarning qo'liga o'tgandan keyinmi, Ilixonlar yoki keyingi Tavg'ash Qaraxonlarmi shu usul bilan idora qilib keldi. Umumiy idora qilish ishlarini, askariy va moliya ishlarini qarorliq va tartib intizom bilan kuzatib turish, yerlik xon va baglarni itoat qilishda ching tutish uchun mamlakat bir qancha viloyatlarga taqsim qilingan. Har bir viloyatda Qaraxon yoki Ilixon tarafidan vakillar, askariy amaldorlar, qozilar, moliya amaldorlari va yetarlik sonda askar turg'izilgan bo'lib, viloyatlar il deb ataladi. Umuman bütün davlat ichida bir aloqa xabarlashish xizmati, ya'ni pochta o'rnatilgan edi. Yana muhim hodisani markazga yoki markazdan uzoqdagi joylarga o'z vaqtida tezlik bilan yetkazish uchun Qashqar, Balasagun orasida va bütün chegara bo'ylab muntazam bir siziq ustida qator qilib munarlar silingan. Muhim xabarlarni bu munar ustida davomli turg'izilgan kishilar kunduzi bayroq harakati bilan, kechasi o't yoqib ishorat berish usuli bilan u munardagi odamga xabar qilish orqali tegishli yerga yetkazadi. Shuning bilan eng yiroq chegarada yuz bergan bir voqeaning xabari bu yo'l bilan 1-2 kun ichida poytaxtga yetib keladi. Mana bu usul hozirgi zamonimizdagi telegrafning xizmatini bajargan. Bu munarlardan saq qolganlari hozirmi bor? Bu munarlarni janubdagi o'lkalarda Tim, shimol va sharqdagi joylarda bularni Tur va yoki Tura deb ataydi. Harbiy tashkilot Qaraxonlar o'ziga tava bo'lishni qabul qilgan turk qavmlaridan moliya, mablag' va askarga elish tuzumini bekitgan. Bu tuzumda musulmon yoki musulmon bo'lmaganlar deb ayirmasdan hammaga birdek muomala qilinadi. Bundaq bir umumiy siyosat natijasida davlat xazinasining kirimi ortgan. Shundaqla jangovar va shijoatlik askarlar ko'pincha musulmon bo'lmagan va jangovar qabilalardan keladi. Shuning uchun Qaraxonlar qo'shini musulmon va musulmon bo'lmagan turklardan tarkib topgan murakkab va intayin quvvatlik intizomli askariy kuchdan tarkib topgan edi. Qo'shin mukammal bir tashkilotga ega bo'lib, shu 4 qismga bo'linadi. Birinchi, hujumchi qo'l. Ikkinchi, kechida dushmanga tuyuqsiz bosqin qilib, qarovullarni tutib keladigan maxsus qism. Uchinchi, kech-kunduz askarlarni dushmanning hujumidan saqlaydigan kuzatchi qism. To'rtinchi,
Askarlarning soni, oziq-түлік, kirim-chiqim va hisobot ishlarini intayin muntazam bir suratda boshqaradigan orqa saf ta'minot qism. Qaraqanlarning bayrog'i ol rang shoyidan hozirlangan 9 dona bayroqdan iborat edi. Qaraqan beshi ustida hol rang shoyidan yasalgan bir kunlik tutilgan. To'rt atrofida 9 dona hol rang shoyidan tikilgan bayroq ko'tarilgan holda mang'atdi. Bu munosabat bilan Qaraqanni 9 tug'liq xon deb matlaydi. 9 sonini baxit keltirdi deb muborak biladigan bu milliy an'anamiz hozirmi xalqimiz orasida davom qilmoqda. Qaraqandan tövan darajaliklarning bayrog'imi hol rang bo'lib, soni 9 dan oz bo'ladi. Askariy qismlarda marsh muzikasi bor edi. Hozirgi nag'ra, kanay, dumboq va sunaylarimiz Qaraqanlarning askariy musikalarining zamonimizgacha yetib kelgan namunalari hisoblanadi. Urush jarayonida oldingi saf va markaz orasida pochta aloqa sistemasi bor edi. Qaraqanlar davrida Sharqiy va G'arbiy Turkistonning madaniyati. Qaraqanlar davrida G'arbiy Turkistonda madaniyatning nihoyatda ustun bir saviyada rivojlanganligi tarix kitoblarida toza ochiq ko'rsatilgan. Samarqand, Buxara, Marg'inon, O'zgan qatorliq shaharlar u zamonning eng donliq ilm va madaniyat markazlari edi. Bu o'lkalarda Qaraqanlarning bino qilgan jome, madras, hukumat binolari, saroylar, langar o'tanglar, yo'l, ko'rik, mozor va gumbazlar pek ko'p edi. Bulardan ba'zilarining xarobalari va iz asarlari hozirmi mavjud. Ammo Sharqiy Turkistonning shu chog'dagi madaniyati va ovotligi to'g'risida islom tarixchilari pek qisqa, aniqsiz va uzoqdan anglagan ma'lumotlarni berdi. Sharqiy Turkistonning o'z aholisidan bo'lgan va o'z ko'zi bilan ko'rganlarning rivoyatlari va bu asrimizda ko'rsatilgan yangidan topilgan arxeologik asarlarga qaraganda Qaraqanlar davrida Sharqiy Turkiston madaniyat va taraqqiyot jihatda oltin davrini yashaganligi isbotlanmoqda. Shuning uchun u parlaq manzaralarni ayrim-ayrim mavzu qilib bayon qilaman. Qaraqanlar ochgan madrasalardan falsafa, ijtimoiy ilmlar va islom ilmlarida yetishgan nurg'un olimlar chiqqan. Gerçi tarix kitoblari u zamonda yetishgan olimlarning ismi va tarjimahanlaridan bak oz so'z qilgan bo'lsa-mu, bizga ismi, tarjimahanlari va asarlari ma'lum bo'lgan Sharqiy Turkistonlik faylasuf, adib va olimlarimiz oz bo'lsa-mu, ularning islom dunyosida misli ko'rilmagan kishilardan bo'lganligi u zamonda Sharqiy Turkistonda olimlarning ko'p yetishganligining, ilm va madaniyatning eng yuksak darajada taraqqiy qilganligining eng quvvatli dalili. İslam faylasuflarining eng cho'ngi deb hisoblangan va uning ilmiy darajasiga hech kim yetishmagan buyuk olim Abu Nasr Muhammad Farabi Sharqiy Turkistonlikdir. Bu zot, ya'ni Farabi, Balasag'un yaqinlaridagi Talas iliga tava Farab shahrida dunyoga kelgan bo'lib, Tarxon unvonliq bir qarliq isilzodisining o'g'li. U o'qishni Talas, Balasag'un va Qashqarda bitirgandan keyin islom dunyosini sayohat qilib chiqqan. Uning bilimiga Bag'dod, Sham va Misr faylasuflari hayron qolgan. İslam faylasuflari uningga ikkinchi Aristo degan unvonini bergan. Mashhur islom hakimi Buxara turklaridan Abu Ali ibn Sina ilmni Farabining kitoblaridan yig'moqligini yozadi. Faylasuf Farabi har ilmda tangdassiz bo'lganidek, musiqiy ilmidami mislisiz bir mahir ijodkor edi. Musiqiy olimlari texnicha sirini bilolmagan, tingshuvchini kuldiradigan, yig'latadigan va uxlatadigan sozni Farabi ijod qilgan. Soz chalg'ulardan qonunni Farabi yasab chiqqan degan rivoyat bor. Farabi 70 dan oshiq til biladi. Shunchalik bilim va ortiqchilari bor turib, hech bir mansab yoki unvonni qabul qilmagan. Hatto uymi tutmay, zohidlik bilan dunyodan ketgan.
u ko'pchilik bor joydan qochib yolg'iz suv bo'yida daraxtlar orasida o'ltirib fikr yurgizatdi va kitob yozatdi. Ömrünün to'laraqini Bag'dod, Sham va Misrda o'tkazgan bo'lsa-mu, turk dunyosi bilan doim cho'nqur munosabatda bo'lgan. Hayoti bo'yicha turkcha kiyim kiygan 80 yoshida Shamda vafot bo'lgan. Adabiyotga kelsak, turk yurtlarini sayohat qilib, turk lug'atini va xalq adabiyotini to'plab, Divani Lug'ati Turk ismli bir qomus yozib chiqqan Muhammad bin Muhammad Qashqari Qashqarlik buyuk olim va adib edi. Bu qomusning o'z zamonida misli ko'rilmagan va tamoman yangidan ijod qilish surati bilan yozilgan bir kitob ekanligi tarix o'qigan har kishiga ma'lum. She'r va adabiyot sohasida turk lug'atini yig'ishda va turklarning ijtimoiy martabasiga tilboshliq qilishda tangdassiz bo'lgan Qutatg'ubilik ismli nazmi shakldagi kitobni Balasag'ulluq Yusuf Tayangu yozib chiqqan. Qaraxonlar davrida Sharqiy Turkiston hozirgidan necha asaovat bir mamlakat edi. U chaqdagi shaharlardan to'lisi hozir yo'q. Bu shaharlarning ba'zilarining xarobalari bor va ismlari bilinmasa-mu, ba'zilarining izimi qolmagan va ismi unutilib ketgan. Shundaqla tarix kitoblarida ismi tilga ilingan bir qancha shaharlarning hozir xarobalari qolmagan. Tarixi Rashidining muallifi o'zining Xotan sayohati jarayonida ko'rgan shahar xarobalari, munarlar, gumbazlar, jamilar va madrasalarning xarobalari to'g'risida uzun-uzun to'xtalib tafsili bayon qilgan. Bu shaharlardan tarixda ismi tilga ilingan, tadqiqot jarayonida isbotlangan yoki taxmin qilinganlari 14-xaritada ko'rsatildi. Qaraxonlar davrida yo'l, eriq o'stang, suv qurilishlari, imorat, jami, madras va munarlar ko'p yasalgan. Bo'libmi Qashqar, Xotan, Kucha, Balasag'un va Barsxan shaharlari cho'ng va mukammal ovatliq va taraqqiyotning ulgisi edi. Quchu, Beshbaliq, Cho'ngbaliq, Ilbaliq va Kengit shaharlari Qaraxonlar davrining eng chiroyli va obat manzarasini bugunmi namoyon qilmoqda. O'z zamonida 20 dan oshiq shahri bo'lgan Xotanning hozir 6 shahri qolgan. Qadrlik anglag'uvchilar, shunda qilib vaqt munosabati bilan Tarixiy nazar programmamizning 26 soni mush yerda oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib anglag'aninglarga rahmat. Kelak sonda ko'rishaylik. Allohga omonat.